Bismillahirrahmanirrahim. Bizning bugun so'zlaydiganimiz iymonning bir mevasi bo'lgan bir xislat. Balkim bizning iymonimizning kuchlik yoki ojizligi, haqiqiy yoki emasligi, balkim bizning mushu xislatni o'zimizga qanchalik mujassamlaganligimiz bilan ma'lum darajada o'lchanishi mumkin. U bo'lsa-mu tavakkul. Tavakkulning so'z ma'nosi boshqalarga tayinish, başqalarga ishonish va o'zining ma'lum bir ishini shu ishongan kishiga havola qilish, topshirish degan ma'noda. Alloh Qur'oni Karimda iymon bilan tavakkulni nurg'un oyatlarda har doim birga kelgan. Masalan, Musa alayhisalom o'zining qavmiga shunday degan: "Ya qavmi, in kuntum amantum billahi fa alayhi tavakkalu in kuntum muslimin." Ya'ni ey qavmim, agar sizlar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, onunğa tevekkül qılыңlar. Yeni bir şartlı keyinde deydi. Onun aldığı iman etken bolsanlar tevekkül qılыңlar deb bolgandan keyin onun ahirinde eğer siz Müslüman bolsanlar. Yani bu yerde Allah iman, İslam ve tevekkülünü bir ayet içinde keltirgen. Sure Maide'nin 23. ayetinde yine Allah mundaq deydi. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Yani bu ayette sizlar Allohga tavakkul qilinglar, agar sizlar mu'min bo'lsanglar. Ya'ni agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, tavakkul qilinglar Allohga deydi. Ya'ni o'xshashlar bu oyatdimi tavakkul bilan iymon chambarchas bog'lanib bir oyatga kelgan. Payg'ambar alayhisolamning har kun uxlashdan burun qildigan bir duosi bor. U duodimi o'xshashlar iymonni, islomni, tavakkulni birga kelgan. Allohumma laka aslamtu. Ey Alloh, men sana taslim bo'ldim. Yani senin dinini kabul kıldım. Ve bike amentu, sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Yani sana tevekkül kıldım. Yani İslam, iman ve tevekkül. Çemberçes birisi birisiyle bağlangan. Sure Enfal'ın 2. ayetinde müminlerin sübütünü sübetlige vakittimi okşaşla Allah tevekkül kılıç kılmazlıkını müminlerin bir ayrılmaz sübütü ikenlikini bayan kıldı. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirellâhu vecilet kulubuhum. Müminler degen Allah tilga ilingan vaqtda qalbi titraydi. Ve izâ tuliyet aleyhim ayatuhu, eğer ularga ayetleri tilavet kılınsa zadethum imanan, ularning imani kuchaydi. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Endi ahirada ana shular Allohga tavakkul qila oladigan kishilar deydi. Endi Allah Qur'oni Karimda tavakkul haqida intayin ko'p oyatlarni keltirgan. Ben yukarıda fakat vekillik karakteriga ega bir qancha oyatni keltirish bilan kifoyalanaman. Bu tevekkül deganimiz şu narsa esimizda bo'lsin, Allohga iymon keltirish, Allohning barliq birligini qalbimizdan chin tasdiqlab qabul qilish deganlik. Ammo bu iymon keltirishning bir taqozzolari bor. Ya'ni biz bu iymonni keltirib Allohning barliq birligiga ishongandan keyin bu Allohning barliq birligiga ishonish bilan yetarli bo'lmaydi. Yani Allah'a işiniş, Allah'ın isim sübetlerine işiniş. Ve biz işengen Allah'ın bizni taşlif etmeydiğanlıqıga, bizge yardım kılıdığanlıqıga, bizni yalğız koymaydiğanlıqıga işiniş. Peygamberimiz bir hadisinde ne deydi? Seni Allah'ını kanda oylasanla Allah şundaqtır deydi. Bunun mənisi nime? Eğer seni bir günah qıp taşlasanla mı, Allah çokum men tevbe kılsam keçiriyordu, desenle keçiriyordu. Eğer men Allah'a tevekkül kılsam, Allah çokum men bile deyip işensanla, Allah çokum silah bilen billah. Yani mayada tevekkül Allah'a bo'lgan işinişning hareketdeki bir xil ifadesi. Mesela bunda bir misalını alaylı. Bir bala tamning tüpside. Belki 3-4 yaşlık bir bala. Natunuş Adem'den birisi gelip balam sekrigini hemen tutup alaydı ise bu natunuş Adem'ge bu bala sekremeydi. Neymiş ki sekremeydi? Çünkü onu tunumaydı, işenmeydi. İşenmeyenlik için sekremeydi. Ama dadısı gelip sekrigin desiyor, sekreydi. Çünkü dadısının işini de sekresi dadısının kuvvetmeydiğanlıqını, taşlif etmeydiğanlıqını, tutup aldığanlıqını biledi. Bu den bu şunun okşaydı. Allah iman keltiriş, barlık birlikini bilip koyuş digellikle emez. Belki üzü işengen şu Allah'ın şu kıyın paytlerde her daim üzü bilen birlik ikenlik gibi işin takazza kıldı. Xuddi şunun okşaş, biz üzümüzü şu tamның üstüde tasavvur kılsak, biz del Allah'a xuddi balağa nisbeten yergi sekreş neme? Bu bir tevekkül, xatiri var. Ama o dadısının tutuvağanlığı işengeçki sekriyelaydı. Eğer bir mümin
Qo'lidan keladigan sabablarni qilib, buni ba'zi bir xatar, ba'zi bir iniqsizlikka tavakkul qilishga jur'at qilolmasa, o vaqtda balki uning Allohga bo'lgan iymonining yetarli saviyaga yetmaganligining bir alomati bo'lishi mumkin. Agar ana shunday vaqtda deyli, biz shu misolga bir qaytib tahlil qilaylik. Agar u bola dadisi qo'lini ko'targan vaqtimiz sakrigil unimasa, bu dada qanday o'ylab qilishi mumkin? Ko'ngli yerim bo'ldi menimcha. Balam sen bana işenmemsen, ben seni çokum tutuvelemem o desimi sekrimese, ben sen ko'ngli yerim bo'ldi. Bu balam bana işenmeydi kendi de. Belki bizden Allah'a tevekkül kılırsa cüret kılanmazlığımız mı? Xuddi shuningga o'xshash Allohni ranjitishi mumkin. Sen bana iman etgan turug'liq. Men sanoqsiz yerda tavakkul qilsam, men sen bilan birga va'da bergan turug'liq. Ya'ni sen tavakkul qilishga jur'at qilolmasang, bu nimaga deb Alloh ranjishi mumkin. Hamda tavakkulning unda bir yeri var. Bunu çok bilishimiz lazım. Tevekkül muayyen derecede xatar, tehlike ve iniqsizlikni o'z ichiga olgan bir ishqa Allohga ishinib turib jur'at qilish, qadam tashlash deganlik. Agar u ishda hech qanday xatar, iniqsizlik bo'lmasa, u nihoyatda bexatar, nihoyatda hech qanday bir tehlikani o'z ichiga olmaydigan bir ish bo'lsa, o vaqtda tavakkulning hech qanday ma'nosi va ahamiyati yo'q. Masalan deyli, biz kirib bakmagan bir ormanga kirishga to'g'ri keldi. Biz qo'limizdan kelganicha shu o'rmonda yashashga tegishlik bizga yordam beradigan ba'zi qurollarni elib oldik. Anadagi ey Alloh meni saqlag'in deb o o'rmonga kirishga tavakkul qildik. Ammo biz o'rmonda emas, intayin bexatar bir yerga bütün aslahalarimizni elib, men tavakkul qildim deb kirishimizning hech qanday ma'nosi yo'q. Allohning bu yerda isbotlamoqchi bo'lgani va bizni talab qilmoqchi bo'lgani, sen menga ishinib turib, belgilik xiyim xatar bo'lsa-mu, Allah çokum bu xiyim xatar oldida meni tashlab etmaydi deb shuningga yuzlangin demekçi. Yana bir o'xshatsak, masalan biz bir daryodan u yoqqa o'tmoqchi yoki bir safarga chiqmoqchi. Oldimizda daryodan boshqa hech qanday yo'l yo'q. Keynimizda balki dushmanlik qo'llab kelyapti. Tavakkul degan nima bunda vaqtda? Nihoyat to'lqinliq bir daryoga agar suv uzishni bilmasak, hatto bilsakmi, üzerine tashla deganlik emas. Xuddi shuningga o'xshash hamma narsalar top-to'liq, nihoyat yo'g'on bir paraxodning kelishini saqlab, shu paraxod kelgan vaqtda bu paraxodga chiqish tavakkulma o'xshashli emas. Bu mu tavakkul emas mening qarashimcha. Tavakkul deganimiz daryoning ichida, o'tirda yoki qirg'iqida sizni ko'taraydigan yo'g'on bir yog'och laylab kelgan bo'lsa, o'zingizni suvga etib shu yog'ochga eslab olishingiz tavakkul. Endi u yog'ochga jur'at qilolmasangiz, o vaqtda bizning halok bo'lishimizning hech qanday uvol bo'ladigan tarafi yo'q. Bunun için tevekkül, del aşı muayyen bir sebeplerime hazırlangan. Ama xiyim xatarimi mevcut olan bir işqa atlanış degeldik. Hem de tevekkülünü düşünüşte köpünçe bunda iki hatalık yüz buyurdu. Birisi sebeplerini fakat itibarga almaslık. Sebeplerini fakat itibarga almaslık. Yani tevekkül degen hiç qanday sebep kılmazsın, bütünley üzünü Allah'a taşlap yoki tevekkül kılıp işini ekşi koyup bir iş. Beşimga nima kelsa shuni ko'raychi deyish deb o'ylab qilishi mumkin. Bu tavakkul emas, bu qaramliq. Bu qaramliq bilan tavakkulning farqi bor. Qur'oni Karimda va hadisda nurg'un yerlarda sabab bilan tavakkul nihoyatda zich birisi bilan bog'lanib kelgan. Mesela Allah tuandagi oyatda bunda deydi: "Va shavirhum fil amri fa iza azamta fatavakkal alallohi innalloha yuhibbul mutawakkilin." Bunun ma'nosi bu yerda avval sebep, andın tevekkül. Yani ular bilen bir işler üstüde məsləhətləşkin. Eğer bir işni qilishga resmi karar qilgan bo'lsang, bel bağlagan bo'lsang, undaqda Allohga tevekkül qilgin. Yani Allohga tevekkül qilishdan burun avval ular bilan məsləhətləşkin. Yani bir sebepni qilgin, uningdan keyin tevekkül qilgin. Yaqub alayhissalom o'zining o'g'illariga bunda deydi: "Ey o'g'illarim, sizlar Misrga bir darvozadan kirmay, boshqa darvozadan kiringlar." Yani çünkü bir yerde bir darvozadan kirishning xatarlik ekanligini nazarga olib turib, Yaqub alayhissalom o'g'illarni bir qancha darvozadan kirishga buyurdi. Allohning hukmi oldida men sizlardan hech qanday narsani dab qilolmayman. Agar Allohning haqiqatan bir sizlarni sinash irodasi bo'lsa, necha darvoza bo'lishidan qat'iy nazar kirsan olmaydi, o'xshash u oqibatdan qutlanmaslik mumkin. Ammo yanala biz bilmaganligimiz uchun sizlar shu bir qancha darvozadan kiringlar. Hüküm fakat Allah'a xas, Allah'a tevekkül kıldım. Tevekkül kılgıçılar Allah'a tevekkül kılsın dedi. Yani Yaqub Aleyhisselam'ın özünün oğullarına
bexatarliginlar uchun eng avval birla darvozadan kirmay, qo'lingizdan keladigan shaklda hamma darvozasidan kiringlar. Andan keyin tavakkul. Bu oyatga o'xshash avval sabab, andin tavakkul. İnna mekkenna lehu fil ardi ve ataynahu min kulli şeyin sebeba. Bunun ma'nosi biz onu ziminde bütün imkoniyatlarga ega qildik. Ya'ni kuchli, qudratli qildik. Onun imkonlarini to'liq qilib berdik. Uningga, ya'ni insonga barliq ishlarning sabablarini berdik. Bunun ma'nosi ishni qanday qilishni o'rgatdik. Bir natijaga qanday sabab bilan yetishni bildirdik deganga. Peygamberimiz hadisida mundaq deydi. İhris ala ma yanfa'uka vesta'in billah. Yani sen üzenge faydalık işlağa yerismen boğun ve Allah'tın, yani Allah bilen yardım talep kılgın. Yani üzerine güçlendirdiğin üzenge faydalık işlağa sen yerismen boğun ve onu kolgu keltirişki tirişkin. Andın Allah'a tevekkül kılgın ve Allah'ın yardımını isteyin. Kur'an'da bir ayet var. Bu ayetin nazil buluş sebebi hakkında İbn Abbas'tan kelgan bir rivayet bu tevekkülün ma'nosini nihayet ro'shan ko'rsatib turdi. Ve tezevvedu fe inne hayrez zadi et-takva. Yani sizlar hajga borgan chaqdagi gap. Uzuq tulik ilib olinglar. Bu uzuq tulikning eng yaxshisi taqvodorlik degan. Bayadiki sizlar uzuq tulik ilib olinglar degan bu oyat nima ishga nozil bo'lganiga vaqtda haj mavsumida Yamandan kelgan bir turkum kishilar doim uzuq tulik olmay keladi ekan. Mekke'ye kelgandan keyin uzuq tuligi bo'lmaganligi uchun buni boshqalardan so'rashga, ya'ni tilamchilik qilishga majbur bo'ldi ekan. Ya bu sen uzuq tulig olib kelmabsizlar-ku desa, nahnu mutawakkilun deydi ekan. Ya'ni biz tavakkul qiluvchilar deb shunda deydi ekan. Shuning bilan ularning bunda ishining xato ekanligini deb, sizlar uzuq tulig olib olinglar deb bo'lgandan keyin uzuq tulikning eng yaxshisi taqvodorlik degan. Buning ma'nosi taqvodorlikinglar ko'tarib kelinglar, uzuq tulig olib olmanglar degan ma'noda emas. Uzuq tulikni olib kelinglar deyip, yine bundan bir yeri var uzuq tulikning deb taqvodorlikni uzuq tulikki bir majoziy o'qish deb ifodalayotir. Endi biz sabab bilan tavakkülning munosabati haqida menimcha eng yaxshi tushuntirilgan da ikki voqea var. Birisi Peygamberimizning hadisi, ikkinchisi Hazreti Ömer'ning tushundirishi. Peygamber Aleyhisselam'ning qishig'a Anas ibn Malik'ni rivoyat qilinadiki, bir odam keldi. Tugisi bilan keldi ve Peygamberimizdan so'radi. Men ma tugini birisiga birib qo'yaymi, bog'lab qo'yaymi? Anından keyin tavakkul qilaymi? Qanday qilay deganda, avval bog'lig'in, anından keyin tavakkul qilgin dedi. Ya'ni bog'lashni tavakkulga Peygamberimiz zid hisoblamadi. Bog'lig'in ve tavakkul qilgin. Herkes tugani qap qo'ygin, andan keyin tavakkul qilgin demedi. O'xshashla, o'sha Yamandan kelgan balki yuqorqi rivoyat bilan bir rivoyat bo'lish ehtimoli bor mening farzimcha. Endi uning qandaylik haqida manbalarda aniq bir rivoyat ekanligini tilga olmaganlik uchun men uni bir narsa diyemeyim. O'xshashla Yamandan kelgan bir turkum kishilar Madinada Hazreti Ömer'ga uchraydi ekan. Shuning bilan sizlar kimlar desa, bular o'xshashla biz tavakkul qiluvchilar deydi ekan. Shuning bilan Hazreti Ömer deydi ekan, ya sizlar tavakkul qiluvchilar emas, balki mutavakkilun, yani antum mutavakkilun. Mutavakkilunning ma'nosi sizlar yulunib oluvchilar. Haqiqiy tavakkul degan uruqni terib etib, anandan keyin tavakkul qilishdir deydi. Ya'ni uruqni etizga terib etib, anandan keyin ey Alloh menga usul bergin deb tavakkul qilishdir deydi. Mana mushuningdimi ajoyib go'zal ifodalanganki, avval sabab qiling, andin tavakkul qiling. Endi buni atayin ta'kidlashimizda ba'zi vaqtlarda ba'zi qarindoshlarning maishga diqqat qilaylik, ehtiyot qilaylik, ba'zi tadbirlarimizni to'liq taqlaylik degan gaplarga nisbatan bulardan qo'rqishning nima hojati bor? Biz Allohga tavakkul qilsaqla yetarlik emasmi deb qo'limizdan keladigan imkoniyat ichida tavakkul qilishni rad qiladi. Bu xil nodonlik vatanda bo'lgan ba'zi vaqtda bo'lib qolish ehtimoli bor. Shunlashqa bu tavakkulning sabab bilan zich bog'langan bir ish ekanligini hech bir zaman esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Endi bayon degan ikkinchi xato tushuncha bu endi ma qutubning butunlay yana bir tarafiga o'tib ketish. Birinchisida sababni faqat nazardan soqit qilish bo'lsa, ikkinchisida sababni hamma narsa deb qarash. Ya'ni bütün sabab taqlanganda andin tavakkul qilatdim. Yoki bu sababni qilsak, natija mutlaq yuz beradi deb Allohning ishning natijasiga ko'rsatadigan mudoxilasini nazardan soqit qilish. Mana bu o'xshashla
oldingiga o'xshashli bir xato tushunchadan iborat. Shunlashqa bu tavakkülni tushunishda shu har ikkala omilni to'liq nazarga olish va tutish lozim. Endi biz chet elda yashayotimiz muhojiratda bizni nurg'un aniqsizliklar, xatarli kutib turadi. Biz tijorat uchun ma'lum davlatlarga berishimiz mumkin va boshqa ishni qilishimiz mumkin. Hozir hammamizning oldimizda men har kuni ta'kidlayotganim bu o'xshash, shu vatanimiz, millatimiz uchun qilish ajoyib ko'p xizmatlar bor va bu xizmatlarning hammasi muayyan darajada xatar va aniqsizlikni o'z ichiga olgan. Hech qaysi dog'dam tut-tuz yo'l emas. Mana shunday vaqtda Allohga iymon keltirgan bizdan Allohning bizdan talab qildig'ini sabablarini imkoniyatimiz yetgan doira ichida taqlash bilan birga tavakküldan hech bir zaman orqamizga dojimaslik, oldimizga menish, tavakkül qilish. Chunki dunyoning qonuniyatimi shu, natija hech bir zaman uyda yotganlarning emas. Natija hech bir zaman fursat kutib turganlarning emas. Balki natija oldiga mang'uvchilarning o'zini fursat va imkonlarga har vaqt etib urib turg'uvchilarning. Agar biz unda tavakkül qilmasak, oldimizga mang'anmasak, hamma fursatning pishib yetilishini kutgandan keyin uydan chiqatdim desak, bu Allohning mu'minlardan talab qilganiga intayin zid bir qilmish. Va shunday bir tushuncha. Shunga Sahil bin Tustari degan bir olimning shundayroq bir yozg'inini hozir eslab qoldim, esimga keldi. Bu shunday deydi. Tavakkülni tark etish, iymonni tark etishga o'xshash bo'lsa, sababni tark etish, sunnatni tark etishga o'xshash degan ma'noda bir gap qilgan. Bu gap mana shu tavakkül bilan sababning munosabatini nihoyatda isil, nihoyatda yig'inchoq xulosalagan va cho'nqur ma'nolik bir so'zgan deb qaradim. Bizga har ikkisi lozim. İmanımız mı lazım, sünnet mi lazım? Diginimizge o'xshash. Bu ikkisi birisi-birisidan ayrilsa biz Allohning nijotligiga erishmaymiz. Tavakkül mü lazım, sebep mi lazım? Biz tavakkülchilikning Payg'ambar alayhisolamning hayotidagi buni o'rniki bilan uning zodi reallikdagi ifodasining konkret nuqtadan aytganda qandoq bo'lganligini texmi ro'shan ko'ra olamiz. Biz hammamiz bilamiz, Payg'ambar alayhisolam Makkadagi zulm chekiga yetgan vaqtida ikki qatimliq Aqaba bay'atidan keyin Madinaga hijrat qilishni qaror qildi. Va bu qarorni qilgandan keyin eng avval o'zi emas, Madinadagi hijrat qilishga qurbi yetadigan sahobalarni bir qancha turkumlab yo'lga selishdan keyin, ya'ni yo'lga selib bo'lgandan keyin eng oxirida o'zi qilib Hazrati Abu Bakr bilan Makkaga hijrat qiladi. Bu hijratdan burungi bir qancha tafsilot, menimcha shu tavakkul nuqtasidan aytganda bizga nihoyat ro'shan dars berdi. Payg'ambar alayhisolam qanday qildi? Eng avval shu hijratga tayyorlik qilayotganligi Makka mushriklari tarafidan xabar elinib qolgandan keyin u darhol biz meni berayli demaydi. Mangadigan kunlikda o'zining o'rniga uxlagan qiyofatda yotdi, undan keyin o'rniga Hazrat Ali roziyallohu anhuni yotqizib qo'ydi. Yotqizib qo'yib, undan keyin yarim kecha bo'lgan vaqtda Gundipaylı deylik, onu saqlab turgan müşriklar sel uyquga ko'zi ilinishgan vaqtda Payg'ambarimiz duo qilib, ularni texmi uyquga selib etib, eshikdan chiqib Hazrati Abu Bakrning uyiga bordi. Hazrati Abu Bakrning uyiga tong yo'riqiga yaqin borgandan keyin Hazrati Abu Bakr tayyorlik qilib turdi. Ikki dona tugi bilan. Ular darhol Hazrati Abu Bakrning uyidan chiqdi. Qanday eshikdan chiqdi? Ayt inchki tafsilot bor. Orqa eshikdan chiqdi. Ya'ni insonlar ko'rmaydigan orqa eshikdan chiqdi. Arka eshikdan chiqib, nihoyatda ehtiyot bilan Makkaning sirtidagi janub tarafida Savirtag'i deb bir tog' bor. Bu tog'ga chiqdi va bu tog'ning cho'qqisida bir g'or bor. Hozir Savir g'ori degan nom bilan mashhur. Yana bir rivoyatlarda Payg'ambar alayhisolam bilan Hazrat Abu Bakrning chiqqan vaqtda putining izi yo'lga chiqib qolmasin deb putining uchida manganlikdan tashlab Payg'ambarimizning putini tilib etgan degan rivoyatlar bor. Ya'ni izimiz ko'rinib qolmasin. Savirtag'i urilishib bo'lgandan keyin uning oldida urullashtirib qo'ygan. Ya'ni Hazrati Abu Bakri o'zining o'g'li Abdullah ibn Abu Bakrni Makkadagi kishilar biz ketgandan keyin qandoq qiladi? Ular taraf-tarafga tarqalib bizni izlamamdi, ularning plani nima? Sen buni egallab bizga xabar qil deb o'g'lini qoldirib qo'ydi va o'g'li har kuni kech tarafda ikkalarning yoniga kelib Makkaning vaziyatidan xabar berdi.
Endi buningni qilam bo'ldi qilamda, unda qilmaydi. Yana Hazreti Ebu Bekir'ning Amir ibn Fuhayra deb bir xizmatchisi var. Bu xizmatchini Abdullah ibn Ebu Bekir'ning izini yo'q qilib etish uchun mangan yo'ldan qo'ylarini yitilab o'tdi. Qo'ylarning izi orqali izni yo'q qildi. 3 kun o'tdi, 3 kun o'tgandan keyin hatto Makka mushriklar izlab savir teg'i shu g'orning og'ziga qadar keladi. Bu tafsilotlarni biz bilamiz. Endi uni ketgandan keyin endi biz ketsak bo'ladi ekan deb 3 kundan keyin Abu Bakr bilan payg'ambarimiz safarga bordi. Yana qanday qildi? Yana udul Madinaga bormaydi. Yana uni darhol tushib, uni yo'l biladigan Abdullah ibn Urayqit deb bir mushrik var. Ammo bular Payg'ambar alayhisalom va Abu Bakrga amroq bir odamlar, yani zulm saladiganlardan emas. Yani düşman sepetikilerden emas. Bu adam yol bilganlik uchun uni yani bir kasb egisi boshqacha deganda o'zining ishiga ishiltishga deyishgan bo'ldi. U keladi. Uni aytib yo'llarni yaxshi biladi. Chig'ir yo'llardan boshlab biladi. Shuning bilan ular darhol shimol tarafga, ya'ni Madina tarafga emas, balki janub tarafga, Yaman tarafga bordi. Yaman tarafga azroq menib, undan keyin darhol qaysi tarafga burildi? Janubga burildi. Janubga, ya'ni Qizil dengiz tarafga burilib, bir chig'ir yo'l orqali Qizil dengizning yanidagi bir yo'ldan, andan keyin Madinaga qarab yo'l oldi. Madinaga qarab yo'l oladi. Shuning bilan endi Makkadan Madinaga berib bo'lg'uchi bo'lgan oraliqda bir qancha voqea bor. Biz bu voqealarni demaylik. Endi yuqorqi men tilga olgan Hazreti Ali'ni o'zining joyi qo'yib qo'yash, Hazreti Abu Bakrning uyining keynidan chiqish, putining uchida menish, Abdullah ibn Abu Bakrning Makkadagi xabarlarni yetkazib turishi, uning izini yo'qotish uchun qilgan tadbirlar, avval shimolga, ya'ni Madina yo'nalishiga emas, Yaman yo'nalishiga menish qatorliq mush ushaq tafsilotlarni buna o'ylab beqinglar. Payg'ambarimiz kim? Payg'ambarimiz Taifga chiqib, shu yerda musibatga uchragan vaqtda musibatga uchragan vaqtda farishtalar kelib, "Ya Rasululloh, men ruxsat qilsam, men Mavlaning ustiga bir tog'ni ko'mtirib o'tay" deb farishtalar ruxsat oladigan bir payg'ambar. Sakratga tushgan vaqtida farishta kelib, "Ya Rasululloh, sening jiningni olaymi, olmaymi" deb jinni elish olmasligidan ruxsat istagan bir payg'ambar. Ya'ni butunlay qo'g'dilishi kepillikka yig'ilingan. Allah her qanday vaqtda qo'g'dab turadigan va qo'g'dayotgan bir payg'ambar. Yuqorqi ehtiyotlarga qarasanglar, qilgan tadbirlarga qarasanglar, nimani ko'ra olasizlar? Normal bir qechiyotgan bir odam aqli yetadigan barliq usullar bilan hech qaysini chala qo'yib qo'ymay, mush ishni qilganligini ko'ra olasizlar. Mana mushuningdan, men mush tafsilotlar orqali amaliyotda Payg'ambar alayhisalom bizga ishning qanday qilinadiganligini, tavakkulning qanday qilinadiganligini o'rgatmoqchi. Allah balkim payg'ambarimizning shu amaliyati orqali keyingi musulmonlarga va sahobalarga va bizlarga buni o'rgatmoqchi. Yani tavakkul degan bundoq bo'ladi. Tayyorlikni mi qilamiz, sabablarni mi qilamiz va qo'limizdan kelmagan vaqtda Allohga tavakkul qilib boramiz. Mana bu payg'ambarimizning hayotidagi mush kichikgina bir ko'rinish, albatta uningdan boshqa bek jiq ko'rinish bor. Meningcha tavakkulning haqiqiy ma'nosini nihoyat jonliq, nihoyat ro'shan oldi bizga suratlab beraydi deb o'ylayman. Şu Allah hammamizni imkoniyati ichida barliq sabablarni qilishga tirishadigan. Shundaqla nurg'un xiyim xatar va iniqsizliklarga ko'ksini kirib chiqib tavakkul qila oladigan jasur, botir mo'minlardan qilishga nasib qilsin.